burunning burunnisida ya beshi yo'q, ya oyig'i yo'q bir daryoning bo'yida cho'ng bir yezi bo'lgan ekan. O yezida nihoyatda bexil va nihoyatda zolim bir boy yashaydi ekan. Uning bir ayoli, bo'yiga yetgan bir qizi va 2-3 yoshlarda bir o'g'li bor ekan. O boy har yili chakar ishiltidi ekan. Lekin uningga haq to'lashdan qochib, yil to'shay deganda kechisi ayol ikkisi astag'ini o'rnidan turadi ekanda, uxlayotgan chakarni ko'tarib, daryoga tashlab oqtirib yetadi ekan. Boyning bu ishini hech kim bilmaydi ekan. Ba'zi kishilar boyning chakarining tuyuqsizli yo'qolib ketishiga hayron bo'lishsa-mu, uning tegiga yetolmaydi ekan. Faqat bir kambag'al kishining Ma'sum degan bir toz bolasi boyning ishidan xabardor bo'lib qopdi va o'z ko'nglida shu daryoga g'arq qilingan gunohsiz kambag'allarning intiqomini sen boydan bir olmasam, to'xta deb o'ylabdi. Kunlardan bir kuni boy yana chakar izlagan vaqtda heliqi Ma'sum toz kelib chakar bo'pti. O chakar bo'lib, hafta, oylar o'tib, yil to'shqi yaqinlashib qolganda boyning heliqi 3 yoshlik bolasi o'lib qopti. Boy chakirini chaqirib, "Hey Ma'sum, sen berib, ana ovu ko'ringan qirning qoptilidan go'rki olg'in. Go'rning cho'nqurligi quliqing bilan baravar bo'lsin" deb avatibdi. Ma'sum ketmanni ko'tirib, boy ko'rsatgan qirg'i beribdi va yaxshiroq bir joyni tanlabdi-da, ketman bilan birli chepib, quliqini qo'yib o'lchab ko'rgan ekan, bir quloq bu yoqda tursin, hatto 10 quloq baravarida cho'nqur bo'pti. O, bo'ldila, boyning deginidanmi cho'nqur bo'lib ketibdi. Endi ortiqcha avara bo'lmasdan dam ilib yozsammi bo'ladi ekan deb bir daraxtning ko'langusida so'zilib yetibdi. Boyning oilasidagilar va yaqin yo'riqlari bolasini dafn qilish uchun boyiga qirning qoptilida ko'lashga buyurilgan go'rga elib berishibdi. Qarasa, go'r tayyor emas. Ma'sum bo'lsa, daraxtning ko'langusida so'zilib yotqudek. Buni ko'rgan boyning nihoyatda achchig'i kelib, "Hey Paqshektoz, atdigandan beri nima qilding? Qani qo'lgan go'ring" deb vaqirabdi va uning qochdig'i netchini sapdi. "Jenim boydada, quliqing bilan baravar qo'lig'in" deb o'zlari aytdilar-ku. Ani qarasila, bir quloq bu yoqda tursin, hatto 10 quloq baravar deb qo'lab qo'ydim-ku deb heliqi ketmanning izini ko'rsatibdi Ma'sum. Boyning har qancha achchig'i kelgan bo'lsa-mu, hozir ustida o'zini besib, "Bar yugur, uydagi barliq ketman gujaklarni yig'ishtirib kelgin. Ko'pchilik olash-jo'lash chapsanroq qo'lib bitayli" deb buyuribdi. Ma'sum uyga beribdi-da, boyning ayoliga, "Og'chixinim, boydadam muhrni bagay deydi" debdi. Boyning ayoli Ma'sumning so'ziga ishonmasdan, "Hey Paqshektoz, boydadanga go'r ustida muhr nimaga kerak bo'lib qapti? Sen yolg'on aytyapsan" deb bamabdi. "Nimaga kerak bo'lib qolganini bilmayman, lekin so'rg'in rost. Agar ishonmasizlar, yursizlar, uyingizga chiqib so'rayli. Ana oviyadli ko'rinib turadi" debdi Ma'sum. Shuning bilan boyning ayoli bilan Ma'sum ikkisi o'g'isiga chiqibdi. Ma'sum qirdagi boyga qarab, "Hay boy ota, og'cham bermayotidi" deb vaqirabdi. Buni anglagan boy ketman gurjaklarni bermayvas kerak deb o'ylabdi-da, ayoliga ochchig'i kelib, "Hay ahmoq xotin, vaqtni o'tkazmasdan chapsanroq bermasang-chu" deb vaqirabdi. Shuningdan keyin boyning ayoli sanduqdan muhrni elib beribdi. Ma'sum muhrni elib, ketman gurjaklarni yig'ishtirib qirg'i kepdi. Ola o'lash-jo'lash bir damning ichida go'rni ko'lab, balani dafn qilishibdi. Muhrdan hech kimning xabari bo'lmabdi. Oqshimi boy bilan ayoli maslahatlashib, "Bu tozning ishlab yurguniga 1 yil to'shib qoldi. Bugun ata haq talab qilgucha, bunimi uchuqtirib yetayli. Tun yerimidan o'tganda chiqib meni uyg'ot. Bo'lmasa qattiq uxlab qolishim mumkin. Chunki bugun bek charchab ketdim" debdi boy. O boy yozliqi bog'da gullarning orasiga qo'yilgan bo'klikda yotar ekan.
Мәсум таз болса, оны qo'qib qamıson deb, neriroq bir yerda supida yotidi ekan. Мәсум taz bularning maslahatini anglab qapti va kechasi uxlamasdan yetibdi. Tün yerimiga yaqinlashganda boy xo'rak tartib rosa qattiq uyquga tushibdi. Мәсум taz astag'ina o'rnidan turib, boyning yeniga berib, uni ko'tirib akilib, o'zining o'rniga yotqizib qo'yibdi-da, o'zi uning o'rnida yetib olibdi. Tün 20dan o'tgan chaqda boyning xotini shipildab kelib, qorong'uda uning Мәсум taz ekanligini bilmasdan, "Hey otisi, tursila, avu taz to'ng'izdek xo'rildab, rosa qattiq uxlab yetibdi. Uyg'onib qolguncha chapsan uchuqtirib yetayli" deb noqibdi. Мәсум taz ön chiqarmasdan boyning ayoli bilan billa supiga kelib, u yerda uxlayotgan boyni ko'tirib opirib daryoga tashlab yetibdi. Boyning ayoli uyga kirib uxlab qolgandan keyin Мәсум taz oshxonaga kirib chiroqni yondiribdi-da, "Mushu kunga kelguncha xotinim bilan ikkimiz nurg'un kishini daryoga tashlab, yurt mahallaning oldida nihoyat cho'ng gunohlarni qildik. Bugun oqshom chakirimiz Мәсумni tashlagan edik, lekin u niyati durust bo'lganlikdan suvga g'arq bo'lmasdan qaytib chiqdi. Endi men ömrümning oxirgi kunlarida shu kungacha yurtning oldida qilgan gunohlarimni yuyish uchun o'zimni o'zim daryoga tashladim. Barliq mol-mulkim, uy-joyim va qizimni o'zimning bolasi o'rnida Мәсумning ixtiyoriga topshirdim" deb yezibdi-da, boyning muhrini elib besibdi. O әтisi tong etishi bilanla hoylani aylanib yurib, "Voy boy otam" deb vaqirab yig'lashga boshlabdi. Buni anglagan boyning ayoli va qizi qo'qqinidan o'ng so'li o'chib yugurib chiqsa, kechasi daryoga tashlab etilgan Мәсум taz "Voy boy otam" deb yig'lab yurgudek. Heliqi xotin o'ngimmi tushimmi deb hang-tang bo'lib tashdek ketib qapti. Birdamdan keyin o'ziga kelib, "Hey taz, nima bo'ldi?" deb so'rabdi. "Voy og'chi xinimay, boy otam o'lguncha men o'lsam bo'lmasmidi? Bu bizga kelgan qandoq kelgulik?" deb teximi bakrak yig'lab heliqi xatni beribdi. Boyning xotini bilan qizi xatni o'qib yig'lashibdi, qaqshishibdi, biroq o'rniga kelmabdi. Shunda qilib, aradan bir necha kun o'tib, yig'izarlar besilgandan keyin heliqi vasiyatnomaga binoan qiz Мәсум tazga to'y qilib berilibdi. Мәсум taz butun mol-mulki ega bo'pti. U bu mollarga mushu yezi kambag'allarning qon tari singan deb mollarning hammasini kambag'allarga bo'lib berib yetibdi. O'zi shuningdan boshlab baxtlik, xushal-xuram kun kechirishga boshlabdi.